Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Ahamiyatli xiyol va mo'l tasavvurning keyinda ijodchanlik, shundaqla yangilik yaratish ruhi biq surgan bo'ladi. Dunyodagi har qanday bir ulug' kashfiyot va ijodiyat mevlari biz surgan xiyol va biz qilgan tasavvurlar orqali barliq kelgan bo'ladi. Biz mushu munosabat bilan bir qism mutaxassis tadqiqotchilarni bir yerga jam qilib, ilmiy fantaziya asarlari va ilm-fa ruhiy degan temada maxsus suhbat uyushtirishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Xalq Baş Nəşriyatı'nın pensioneri, Ali muharrir, yazğıcı Sultan Haşim. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Fen Texniki Nazarıtı'nın sabık muavin naziri Tursun Sader. Pişannayilik elektr istansıdan Erkin İshak Oğuzxan. İlmi fantaziyada onun da bir ilmi göz qaraş, ilmi bir nazariye, tasavvur arqılıq bədii toqulmalar bilan yoritib berilgan bo'ldi. Mening qarashimcha, ilm fan sapasi boshqa har qaysi jihatdagi sapani yetildirishda asosliq o'nliq rol o'ynaydi. İlmi fantaziya adabiyoti bu cheksiz kuchaytirish roliga ega tasavvur bilan ilm fanning kelgusini suratlaydi, ishorat berdi, bir qism masalalarni o'tirib qo'ydi. Sultanka, odamlar xiyol surishga, shundaqla tasavvur qilishga amroq keladi. Bu insonlarning tabiiy xususiyati. Endi biz surgan xiyollarning hammasi yoki biz o'ylagan tasavvurning hammasi ahamiyat ko'rmaydi. Ham cho'qim buningda xam xiyolin bo'ladi, shundaqla ahamiyatli xiyolin bo'ladi. Mush nuqtadan aytganda, endi mushu xiyol bilan tasavvurdan bog'langan yoki shoxlab chiqqan fantaziya ilmini biz qanday ravishda tushunamiz? Fantaziya adabiyotini tushunishdan avval fantaziya degan atalığını bilishimizga to'g'ri keldi. Fantaziya yozuvchisi Erkin Ahmadning Fantaziya adabiyoti haqida degan maqolasida fantaziya grekcha so'z bo'lib, uning ma'nosi tasavvur qilish, faraz qilish, qiyos qilish degan iboralardan iborat bo'ladi. Endi mushu ma'nodan qaragan vaqtida fantaziya adabiyoti faraz qilish, tasavvur qilish, qiyos qilishlardan shakllangan desak bo'ladi. Fantaziya adabiyotining tadqiqotidan qaragan vaqtida fantaziya adabiyoti ikki xil bo'ldi. Xo'sh. Birisi sehri fantaziya, ya'ni birisi ilmiy fantaziya. Bizning shu cho'chak, afsona, rivoyat, hatto jin shayatulloh haqida yozilgan asarlarni shu sehri fantaziya kategoriyasiga kirdi. Endi buningda Uyg'ur xalq cho'chaklaridan biz ko'p misol yeb ketdik. Masalan, yog'och at, uchar gilam, jahannama, duldul degan o'xshash mashnaqa cho'chaklar shu sehri fantaziyaga taalluq. Yaqin vaqtdan beri biz yana Harry Potter degan chet elning bir sehri kinosi bor. To'g'ri. Ammo shu kinomi yana shu sehri fantaziyaga taalluq bo'ladi. Unda bo'lsa ilmiy fantaziya qanday bo'ladi? Ilmiy fantaziyada uningda bir ilmiy ko'z qarash, ilmiy bir nazariya, tasavvur orqali badiiy to'qilmalar bilan yoritib berilgan bo'ladi. Uning sehri fantaziyadan farqi uning ilmiylik bo'lishida. Shu ilmiylik bilan u sehri fantaziyadan farqli. Buningki sehri fantaziya bilan ilmiy fantaziyani o'xshaydigan taraflari bor. Buning o'xshaydigan tarafi shuki, sehri fantaziyadimi, ilmiy fantaziyadimi tasavvur qilish, tafakkur qilish cheksiz bo'ladi. Hech qanday to'solg'uga uchirmaydi. Mana mushu tarafidan ilmiy fantaziya va sehri fantaziyaniki o'xshashligini ishlarni ko'rib olsak bo'ladi. Endi fantaziya adabiyotininki paydo bo'lganiga 200 yildan eshib qoldi. Fantaziya shu chaqda yozilgan fantaziyadagi asarlarni odamlar, shu davrning odamlari ermak uchun, ish pushug'ini chiqarish uchun o'qigan. Keyin
jamiyatning taraqqiyoti bilan fantaziyalik asarlarning mazmunida yaman cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Fantaziya yozuvchilari o'zi o'ylagan o'y fikrlarning ichidan ilmiylikka yetadigan ba'zi narsalarni bayqab qoldi va mushuni o'zining asarlarida ifodalaydigan bo'ldi. Fantaziya adabiyoti hatto atom bombasining kashf qilinishligicha bo'lgan jarayonga ta'sir ko'rsatgan. Tursunka, biz ta'kidlayapmiz, ilm-fan mangulik tema. Bo'libmi bugungi kunda yosh o'smirlarimizga shu ilm-fanning muhimligini ta'kidlash intoyim muhim bo'lib qoldi. Sizning shu masalaga nisbatan qanday pozitsiyangiz bor? İlim-fanning jamiyat taraqqiyotidagi muhim rolini mundaq 3 jihatdan tushunsak biraz atrofli bo'ladi deb qarayman. Birinchisi ilm-fan yoki fan texnika birinchi ishlab chiqish kuchi bo'lish sifati bilan ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotni ilgari suradigan asosli harakatlardan kuchga aylandi. Biz mana dal mushu bosqichda dal fan texnikaning o'zining rolini joriy qildiradigan jamiyat taraqqiyotini olg'a suradigan mushundaq payt turyapmiz. Bu ham bir obyektiv qonuniyat. Hem jamiyat taraqqiyotining muqarrar yuzilanishi. Endi ikkinchi bir jihatdan ilm-fan o'z navbatida ijtimoiy madanilik qurilishini ilgari suradigan muhim kuch. Endi ilm-fan bilimlari, ilmiy ruh, ilmiy pozitsiya, ilmiy usul umumlashsa, o bütün jamiyat a'zolarining o'rtaq engga aylansa, jamiyatdagi konservativlik, qashshoqlik, xurofotlik hattoki diniy asabiylikni quturtadigan safsatlar baza topolmaydi. Moshmandan aytganda ilg'or ilm-fan bo'lmasa, ilg'or madaniyat bo'lmaydi. Ilm-fan ham ijtimoiy madanilikning muhim tarkibiy qismi, ham uning muhim harakatlanish kuchi. Endi uchinchi bir masala ilm-fan bir millatning universal safosining asosi. Biz odatda endi millatning universal safasi deganda shu millatning ilm-fan safasi, ma'rif safasi, madaniyat safasi, axloq safasi, tan sog'lomlik safasi qatorliqlarni ko'z tutamiz. Mening qarashimcha ilm-fan safasi boshqa har qaysi jihatdagi safani yetildirishda asosli ulluq rol o'ynaydi. İlim-fan safasini hazırlamay turib, davrning taraqqiyot qadamiga moslashib mangolmaymiz. Bir millatga nisbatan aytgan vaqtda biz ilg'or millatlarning qatoridan o'rin olmaymiz. Endi Erkin efendim, siz musha har qaysi matbuotlarda ilmiy fantaziya asarlari haqida noyat qizg'inlik bilan muhim ahamiyatli temalarni kayni-kayndan maqollarni yozibsiz, buni ko'rdik, suyundik. Endi demak, mushu sizningcha ilmiy fantaziya bir bütün cemiyetinin umum iqimiga qanday aktiv ta'sir ko'rsatadi deb qaraysiz? Ham ilmiy fantaziya adabiyoti bu cheksiz kuchaytirish roliga ega tasavvur bilan ilm-fanning kelgusini suratlaydi, ishorat berdi, bir qism masalalarni o'tirib qo'ydi. İnsanlarning amalga oshqili bo'lmaydigan, mumkinchiligi yo'q, bir qism orzu armonlarini hal qilinish mumkinchiligi bilan ta'minlaydi. Xo'sh. Kishilar ilmiy fantaziya asarlarini o'qigandan keyin o'zlarining tafakkuri canlandı, yeniçe yollan tapıdı. Yaş o'smirlar o'qigandan keyin ilm-fan bo'lgan qizg'inligi kichikdan boshlab qo'zg'ildi. Kichikdan boshlab qo'zg'ildi. O'zlarining cho'chak, afsona, rivoyat qatorliqlardagi aylanib yurgan xiyollari, bema'ni xiyollari, xom xiyollari erkin parvoz qilib, yeniçe ilmiy ham ijodiy tafakkur yo'liga qarab parvoz qildi. Ilmiy fantaziya bu jarayonda kishilarga ilm-fanga boshlamchilik rol o'ynaydi, avangardlik rolini joriy qildirdi. Endi 200 yildan buyongi ilmiy fantaziya adabiyotining taraqqiyot jarayonida nurg'un kashfiyotlar, nurg'un yangi bayqashlar o'tirib keldi. Bu shunday buyuk kashfiyotlarning o'zliksiz reallik aylanishi ilmiy fantaziya adabiyotida o'tirib qo'yilgan tasavvur, buyuk bishoratlarning emniyetinin o'tganligi bizga ilmiy fantaziyaning jamiyatga qanday aktiv ta'sirini ko'rsatganligini ifodalab beradi. Oldingi yili Kumushram quta nomli bir fantaziyalik roman nashr qilindi. Bulutda ichilgan niqob nomli yana bir fantaziyalik romanni nashrga topshirdim. En texim muhimi ilmiy fantaziya kishilarni, yosh o'smirlarni tabiat dunyosining sirini echish,
qiziqarli tabiat hodislarini tushunish jihatda erkin tasavvur, ijodiy tafakkur boshlig'i bilan ta'min etadi. Her qanday odamning tasavvuri cheksiz bo'ldi. Biz mushu tasavvurimizni cheksizlik ega qila olsak, ilm fan qonuniyatlar bilan birlashtira olsak, hozirgi navbatdagi masalalar emas, o'tirib qo'yilmagan boshqalar o'ylanmagan masalalarni o'tirib qo'ya olsak, hal qilish usullarini yeshalsak, o'tirib qo'yib chiqa olsak, biz insoniyatning kelgusi baxtiga to'p qo'shgan bo'lamiz. Rayonimiz təvəsindən etqanda ilmi fantaziya əsərləri bilə izcil, ən baldır şoğullanğan bir yazğıcı bulu sübtiniz bilən ilmi fantaziya haqqında yazğan əsərlərinizni bir sanap ötəmsiz. Esimga kelguncha deb baqay. Fantaziyalik asarlarni men balla hikoyasidan boshlagan. Eng dastlabida sirliq signal, sirliq yeshil nur, vasiyat qatorliq ballaga doir fantaziyalik hikoyalarni yozdim. Undan keyin oxirgi qaror, yilonliq qo'riq, tirilgan murda, yer shariga muhabbat, xayrxo'sh yer shari qatorliq fantaziyalik povestlarni yozdim. Aldınqı yılı Kümüşram Quta namlıq bir fantaziyalik roman nəşr qılındı. Buldu içilgan Niqab namlıq yani bir fantaziyalik romanını nəşrə tapşırdım. Hem bunun içinde Yılanlı Qoruq degen benim fantaziyalik povestim Özbekistan'da Özbek diliga tercüme kılınıp Aval Pervan degen jurnalga ulap berildi. Keyin Sharq nashriyati tarafidan ayrim kitob chiqibmi nashr qilindi. Mening yozgan asarlarim shunchalik. Tursunka ilm fanning qudrati hammalarga bashquldek ayon. Endi navbatda mush yosh o'smirlarimizga ilm fan yengilliklarini, ilm fan natijalarini va mushaqqiq xush xabarlarni yetkazishda adabiyot san'at turli taratqularninki qudrati, sehri kuchi intayin zo'rmi qandaq? Endi ilm fan chinlikni ta'kidlaydi. Adabiyot güzellikni gavdalantirdi. Agar bu ikkisi birlashtirilsa, biz chinlik, yaxshilik, go'zallikning eng mukammal birligiga yeta olamiz. Bu mayli tabiiy fanning taraqqiyoti uchun bo'lsin, mayli ijtimoiy fanlarning, adabiyot san'atning taraqqiyoti uchun bo'lsinmi, nayt foydali ish. Endi mening qarashimcha ilmiy fantaziya, ilmiy tafakkur bilan obrazlik tafakkurni birlashtirish bilan xarakterlanadigan bir adabiyot janri. O kishilarga estetik hozir beg'ishlabli qolmasdan kishilarni ilm fan bilimlariga, ilmiy ruh, ilmiy pozitsiya, ilmiy usulni o'rganib olishga da'vat qiladi. Endi texnik muhimi ilmiy fantaziya kishilarni, bo'pmi yosh o'smirlarni tabiat dunyosining sirini echish, qiziqarli tabiat hodislarini tushunish jihatda erkin tasavvur, ijodiy tafakkur boshlig'i bilan ta'min etadi. Ularning ilm fanga bo'lgan qiziqishini, havasini qo'zg'aydi. Halbuki insonlardagi mushundaq tabiiy qiziqish, havas fan tadqiqotning eng ibtidoiy harakatlanish kuchi. Endi ataqliq yozuvchimiz Sultankam bu ilmiy fantaziya asarlarida ijodiyatida nurg'un ajr singdirdi. Mandaqcha aytganda abidi xarakterlik bir to'hpalarni qo'shdida. Men endi Sultankamning bu jihatda bundan keyingi ijodiyatiga utuqlarni tilayman. Hozirgi ahvoldan qaraganda mayli ilmiy fantaziya ijodiyati bo'lsin yoki adabiyotning boshqa janrlarida ilm fanni tashviq qilishning salmog'i bu to'limi yetarsiz. Bizning ilm fan taraqqiyotining talabini qondiranmaydi. Shunlashqa bir jihatdan biz endi ilmiy fantaziya asarlarining bundan keyin texnik ko'plab ijod qilinishini, yana bir jihatdan adabiyotning boshqa janrlarida yoki radio, televiziya, kino, gazet, jurnal qatorliq mana axborot vositalarida ilm fanni umumlashtirish xizmatining salmog'ini oshirish kerak. Mayli biz adabiyot vositasi orqali tashviq qilaylik yoki boshqa vositalar orqali tashviq qilaylik. Birsi fanniy bilimlarni tashviq qilgandan boshqa Şinjanning fan texnik ishlarida bo'layotgan
o'zgarishlar, qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlar, yangi tadqiqot natijalari, Şinjanning fan texnika ishlardagi yorqin nuqtalar. Bo'libmi? Fan texnikning birinchi sepida jon qo'ydirib, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan bizning faxrlik olimlarimiz, injenerlarimiz, mutaxassislarimizni tashviq qilish salmog'ini kuchaytirish kerak. Shuningdek, biz ham bundan keyin shu jihatda xizmatning salmog'ini kuchaytirib, ham bilimchanligi bo'lgan, ham o'qishchanligi bo'lgan, ham ta'sirchanligi bo'lgan ilmiy fantaziya asarlarining ko'plab maydonga kelishini kutamiz. Erkin efendim, şu ilmiy fantaziya ijodiyati mo'l bilim, cho'nqur tasavvur, shundaqla o'tkir tafakkur talab qiladigan dunyoviy ilm. Unda bo'lsa, şu ilmiy fantaziya ijodiyati bilan shug'ullanadigan yozuvchilar o'zida qanday zarur shartlarni hozirlash kerak deb qaraysiz? Endi boya deb o'tgandek, bu ilmiy fantaziyaning talabi sal yuqoriroq. Mo'l tabiat qonuniyatlari, ilm fan bilimlarini cho'qim bilish kerak. Hatto uning o'shuning bilan munosabatlik boshqa fanlardan xabar bo'lish kerak. Bu birinchi tarafdan. Ikkinchi tarafdan yuksak tasavvur qila oladigan bir kuch bo'lish kerak yozuvchida. Shunday bo'lganda bu ikkisi birlashib, navbatdagi masalalarni ham bundan keyingi insonlar duch keladigan masalalarni o'tirib qo'ya oladi, insoniyatning taqdiriga baxtli ko'ngil bila oladi. Bu xurofotlik yoki bo'lmasa tabiatdan halqan bir kuchni ilmiy fantaziya qatorida chiqasa qoyil qilish kuchi bo'lmaydi. Shunga yozuvchida o'z cho'qqin yuksak bir mas'uliyat tuyg'usi bilan ilm fan bilimlari bilan qurollanishi, shu orqali tafakkuri, ijodiy tasavvurini erkin parvoz qilish kerak. Fransiyaning Jules Verne degan tanliq yozuvchisi ayni vaqtda havo sharidagi 5 hafta deydigan asarni e'lon qilgan. Bu asar e'lon qilinib, nashrdan chiqib bir necha kun o'tgandan keyin coğrafya olimlari qattiq hayron qolgan. Nima uchun degan chog'da Jules Verne o'zininki ishxonasida o'tirib yozgan bu asar tasvirlangan Nil daryosining boshlanish nuqtasi dal olimlar endi tashrif kelgan bayonlar bilan birdeklikni saqlagan. Intayin o'xshashini saqlaganda bu insonning tasavvur kuchining intayin yuksakligini, cheksizligini ifodalab bergan. Demak, har qanday odamning tasavvuri cheksiz bo'ldi. Biz shu tasavvurimizni cheksizlik ega qila olsak, ilm fan qonuniyatlari bilan birlashtira olsak, hozirgi navbatdagi masalalar emas, o'tirib qo'yilmagan boshqalar o'ylanmagan masalalarni o'tirib qo'ya olsak, hal qilish usullarini yeshalsak, o'tirib qo'yib chiqa olsak, biz insoniyatning kelgusi baxtiga to'p qo'shgan bo'lamiz. Rayonimizdagi yozuvchilar xeyli ko'p, adabiy ijodiyat bilan shug'ullangan yozuvchilar ko'p. Ammo shu ilmiy fantaziya ijodiyati bilan izchil shug'ullanayotgan maxsus yozuvchilar qo'shini nisbatan oz. Endi bu bizdagi bir ojiz soha bo'lish sifati bilan bu yana parvishga muhtoj. Endi navbatda bizning shu ilmiy fantaziya adabiyotimizda saqlanayotgan masalalar qaysi deb qaraysiz? Mening qarashimcha bu masalani 3 ga bilib 3 nuqtani so'zlash bo'ldi. Birinchisi yozuvchi va tarjimonlar. Bular asos ilmiy fantaziyani barliq keltiruvchi bo'lish sifati bilan ko'z qarashda sal qaraydigan, beparvolik qiladigan ishlar mavjud. Yana kelib boya yuqorida deb o'tgandek yozuvchilarning yozuvchi xodimlarniki ilm fan bilimlari tabiat qonuniyatlaridan bo'lgan xabari kamchil, zamonaviy ilm fandan xabarsiz. Bu boshqa bu ilmiy fantaziya asarlarini barliq keltirishda kamchilik bor. Ikkinchi an'analikdan qutulmaslik masalasi sal og'ir. Nima ish deganda biz 1000 yildan buyangi asarlarimizni sanab kelsakmi, biz she'r, hikoya, cho'chak, afsona, rivoyat qatorliqlarni yezib, bolalarimizga yetkazib so'zlab kelgan. Davlat ozod bo'lgandan keyinmi chiqayotgan kitoblarimiz, yozgan asarlarimizning asosan shu iqlimni bo'ylab mangdi. Bu an'analikdan qutulmaslik. Buningdan cho'qim qutulib chiqib, yangicha adabiyotning yangi iqlimlari ustida bo'libmi ilm fanga, yangi tasavvurga, ijodiy tafakkurga yetaklaydigan bundaq asarlarni barliq keltirishga cho'qim kuch chiqarish kerak. Hargizmi Shekspir bilan Balzacning izidan qo'g'laydigan bundaq bir koni yo'lda davomli minish bo'lmaydi. Ikkinchidan nashriyat, gazet qatorliq organ va taratqularda saqlanayotgan masalalar. Uchinchi masalada tahrirlar qo'shini. Endi bir go'zal san'at asarini tiximi chiroyli bizab chiqish uchun uningda cho'qqin kamolat va mahoratda voyaga yetgan ustkor bo'lish kerak. Bu ilmiy fantaziya asari barliq kelgandan keyin uni bir tahrir muharrir ishlaydi.
Aşı muharrir özde çokum ilmi sapa, ilim pen bilimler bilen kurallansa, onun ketken hatalıklarını, onun da kılgan tasavvurun doğru hatalığını, ilmi kanunu düşüden düşürmeyganlığını payqayamaydı. Şuna muharrirlik kuşunumu özünün muşu cihetki sapasını yukarı götürüş gerek. Arkandak bir yazgıcı, yüksek mesuliyetçilik hem tahirsizlik duygusu bilen nöbetki ilmi fantaziya eserleriga bo'lgan ko'z qilishni yengilab, yüksek tahirsizlik duygusu bilen mushundaq eserlerini yaratishga kuch chiqarish kerak. Shundoq bo'lganda bizniki ilm-fan qarashimiz, ijodiy tafakkur qarashimizda yangilik bo'ldi, bir yangilik borliq keldi. Men bir o'qituvchi. Bizning maktablarimizning darsliklarida mushundaq ilmiy fantaziyalik asarlar intayin kam. Benim bugün ta'kidlaydiganim mushu ma'rif sistemalari maktablarning darsliklariga cho'qim mushtaq ilmiy fantastik asarlarni kirgizish kerak. Boyagidek romanlardan parchalar ilmiy fantaziyalik romanlarning parchalarini kirgizish kerak. Bolalarning tasavvurini qanotlantirganda bizning kelajakdagi keyingi olimlar usullanishidan chiqadi. Olimlarning maydonga kelishida, kashfiyotchilar maydonga kelishida mush ilmiy fantastik asarlarning roli intayin cho'ng bo'ldi deb qarayman. Mening hozirgi o'yim endi bizning Uyg'urlarda mushu fantaziya adabiyoti endi boshlanish oldida turibdi. Unda bo'lgandan keyin meningcha bu yo'l verindek masalan oyga chiqishni, suvosti paraxodi ijod qilishni tasavvur qilish meningcha hozircha qiyinroq. Unda bo'lgandan keyin bizda oldimizda bir dog'dam yo'l, mushu savod xarakteridagi yol verinin ikinci bir namunesini bo'yicha aytganda savod xarakteridagi ilmiy fantaziyani menimcha texmi kengroq qanot yaydirsak, bu bolalarimizning kanikul vaqtlardan foydalanib roman o'qigan qatorda nurg'un savodga ega bo'lib qolishiga bir imkoniyat yaratgan bo'ladi. Eğer biz özümüzni ilim-fan ro'yi bilan tarbiyalab, ijtihod bilan o'rgansak, ilim-fanning bizga tashlab qo'ygan savollariga amaliyotda javob bera olamiz. O'tgan yil 9-oyda Abdunum ayın yangilik yaratishni, taraqqiyotning harakatlanish kuch qilish strategiyasini yo'l qo'yish. 2020 yilga borganda Şinjanni yangilik yaratish tipidagi Şinjan qilib qurib chiqish nishonasi o'tirib qo'ydi. Sultanka yani bir savol so'rag'im kelyapti sizdan. Ilmiy fantaziyalik asarlarning qiymati turchi xiyol va tasavvur dedik. Unda bo'lsa siz bir fantaziya yozuvchisi bo'lib chiqdingiz bilan mush tasavvurning qudratiga qanday qaraysiz? Yo'l verin dunyoviy shuhrat qozongan fantaziya yozuvchisi. Yo'l verinning tasavvur haqida bundaq bir gapi bor. Bir odam o'ylab yetadiganni yana bir odam reallikda çoğum amalga oshira oladi degan. Yo'l verin mashunaq tasavvurga boy bo'lganligi uchun uning tasavvur qilgan narsalarning hammasi qisqagina 100 yil ichida amalga oshdi. Hozir biz ba'zi narsalarni tasavvur qilmasakmi, ilm-fanning taraqqiyoti biz tasavvur qilgandek narsalarni bizga savol tariqasida tashlab qo'yayotdi. Agar biz o'zimizni ilm-fan ro'yi bilan tarbiyalab, ijtihod bilan o'rgansak, ilm-fanning bizga tashlab qo'ygan savollariga amaliyotda javob bera olamiz. Biz naqshi usullarimizga muhtoj. Chunki naqshi usullarimiz bizga estetik zo'q berib, ro'yimizni urg'utadi. Biz fan texnikaga muhtoj. Chunki fan texnika bizga kuch va qudrat ato qiladi. Benim nurg'un asarlarim Tarım jurnalida e'lon qilingan. Tarım jurnali mening bu asarlarimni tahrirlash, e'lon qilishda menga ilhom bergan, rag'batlantirgan. Shunga men Tarım jurnalidagi muharrirlarga asarlarimni kitob qilib nashr qilgan Şinjan Xalq nashriyati, Yoshlar o'smirlar nashriyatiga mening qisqa tutash chatma hikoyalarimni jamoatchilik bilan tanishtirgan Urumchi Kashlik gezdidagi muharrirlarga
chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman, rahmat aytaman. Tursun efendim, endi şu partiya 18. kurultayda hazır ügünüşcan cemiyet kuruş hakkında ait aşkışlık gepler bulundu. Demek muş çakırık avaz koşuş ya ki muşkil keyfiyatga kirishda bizde qandaq bir tayyorlik yoki ruh bo'lish kerak deb qaraysiz? Biz hozir bilim portlash davri turyapmiz. O'tgan asrda insonlarning ilm fanga doir bilim jug'lanmasi 5 yildan 6 yilgacha bir qatlanadi. Hozir 2-3 yilda bir qatlanadi. Onun ustiga ilm fan bilimlarining yengilnish vaqti bag'ansira qisqaryapti. Endi mana shunday sharoitda biz fan texnikaning taraqqiyot qadamiga, jamiyatning taraqqiyot qadamiga moslashib ilgirlaymiz. O'zimiz duch kelayotgan raqobat, xiroslar ustidan g'alaba qilamiz deydi ekanmiz, tirishib o'rganish kerak. Va birinchi zaruriyat. Ikkinchi, insonlarning tabiat dunyosini bilish harakati u davr ham tarixning cheklanmasiga uchraydi. İnsanların özünün çekilmesi uçuraydı. Mesela kabiliyet, seviye, aşıcılıkta. Şu sebepten biz hazır nurgun cihetlerde biz zürriyet alımı turuvatımız. Erkinlik alımı gitip bağımız yok. Hazır dünyada sırrı içilmeyen, el bulmayı kavatkan nurgun mesele var. Endi muşundak ahval aslında biz ecdatlarımızın izini besip, tabiatının sırrını içiş, yoludaki izdenişten başlatmay, bilimnin küçüge tayınıp, insanların tekimi güzel, keleceğini yartımız dedikemiz, yenili ügünüş gerek. Endi hazır nöbette biz bazar ilgili şaraiti turuvatımız, kişilik turmuşumuzda olsun, özümüzün kasbi hizmetleri, ilgilik yartış işleri, tatkikat işlerimiz olsun, künseri güçlük rekabet hem hırsıkı düşkü vatımız. Endi şu rekabet hırslar üstünden galba kılıp, bilimge tayınıp, takdirimizni özgertip, fen texnikaga tayınıp, muvaffaqiyat qazanimiz, özümüzün kımmetini iş qaşırımız deydikenimiz, yenilip girişimiz gerek. Bizning partiyamiz, davlat, buningdan bir qancha yil burun elimizni yengillik yatish tipidagi davlat qilib qurib chiqish nishonasini o'tirib qo'ydi. O'tgan yil 9-oyda Abdunimrayin yengillik yatishni taraqqiyotning harakatlanish kuch qilish strategiyasini yo'l qo'yish. 2020 yilga borganda Şinjanni yengillik yatish tipidagi Şinjan qilib qurib chiqish nishonasini o'tirib qo'ydi. Mana shunday davr arix ko'rinishida meningcha ilmiy ruh, ilim parvoy desak bo'ladi. Moshini gavdalantirish, tashabbus qilish, joriy qildirish kerak. Biz bugün söhbət üstülümüzdən orun ağan Sultan Haşim, Tursun Sadır şundaqla Erkin İshaq Oğuzxanlar bilan ait köngüllük paranlaşdıq. İlmi fantaziyalik əsərlər bizdeki aciz sahə buluş sübtü bilan yanılı pərvişkə və pəpiləşkə muhtaç. Biz bu sahədə köpləb yazğıçılarının meydan kilib, ilim-pen nəticələrini, ilim-pen kəşfiyyatlarını kişilərə yes qıldırışını, yaş ösmürlərimiz aldıdaki burçun toluq ada qilishni çin qəlbimizdən ümid qilimiz. Bugünkü söhbətimiz məşədə axırlaşdı. Gələr həftə görüşəylik, xeyir xoş.